Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan tovada zebra pirogini pishiramiz. A'zolarning birining iltimosiga ko'ra tovada tez, oson va oddiy mahsulotlardan bo'lgan juda ham mazali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 ta tuxum kerak bo'ladi. 3 ta tuxumni 200 gram shakar bilan yaxshilab oqarguncha ko'pirtirib olamiz. Shakarni oz-ozdan solib ko'pirtiramiz. So'ng oddiy yog' qo'yamiz. Salat yog'i. Salat yog'imiz 80 ml qo'ydim. Endi alohida idishimizga 2 osh qoshiq qatiq solib, yarim choy qoshiq soda solamizda aralashtirib olamiz. Sodamiz qatig'imiz bilan reaksiyaga kirgandan so'ng, yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng aralashmamizga solamiz. Endi hamma aralashmani yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Endi un solamiz. Unda 160-170 gram soldim. Bu degani 1 stakandan ko'proq degani. Suyuq qo'yuqligiga ham qaraysizlar. Mana unimizni ham aralashtirib olganimizdan so'ng 2 ga bo'lamiz. Xamirimizni va bir xamirimizga 1 choy qoshiq kakao solamiz. Tovelar tagi qalin bo'lishi kerak. Agarda qalin bo'lsa, shunda ichlari yaxshi pishadi. Bunday qalinlikka ega tovalarda gaz bir xil, har bir joyga bir xil tegadi. Yupqa tovalar bo'lsa pishirmaganinglar ma'qul. Mana endi pergament qog'ozimizni solib oldik. Xamirlarimizni olib oldik. Endi zebra shaklini chiqaramiz. Zebra shaklini chiqarish uchun har biridan bir qoshiqdan solib chiqamiz. Meni tovamning diametri 24 sm. Tovalar diametriga qaranglar, e'tiborli bo'linglar. Agarda tovalarda diametr kattaroq bo'lsa, mahsulotlarni ko'paytirasizlar. Kichikroq bo'lsa, ozaytirishinglar kerak bo'ladi. Mana endi tepasiga gul shakli berib, qoppog'ini yaxshilab yopamiz. Qoppog'i mahkam yopilishi kerak. Endi qoppog'i mahkam yopilib, ochmaymiz pishgunicha. Mana qimillatib ko'rganinglarda qimillamasa pirog pishi deb qolgan bo'ladi. Ichida mana dumaloq sharchalari yo'qolganda ham pishgan bo'ladi. Mana yarim joyda bor, yarim joyda yo'q. Mana endi yana ozroq vaqt o'tgandan keyin mana qolmagan pufakchalar pirogimiz tayyor bo'ldi. Endi ichlarini tekshirib ko'ramiz. Qo'linglar bilan ushlab ko'ringlar. Qo'linglarga yopishmagan bo'lsa pishgan bo'ladi. Ichlarini ham tish cho'pi bilan tekshirib olamiz. Tayyor bo'ldi pirogimiz. Endi chetlarini pichoq bilan ajratib olamiz. So'ngra olamiz. Endi pergament qog'ozimizni astagini olamiz. Mana pirogimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi. Juda ham yumshoq. Duxovkadan da shirin bo'lib pishadi, yumshoq bo'lib pishadi. Video yoqdi degan umiddaman. Bizni kuzatib borishdan charchamang. Instagram va Telegramlarda ham kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.